Marhamat, mehmonlar qasam chal turamiz. Qani marhamat bo'ling. So'zlaridan mehr bor dada. Marhamat qasam chal turamiz, mehmonlar qani. Yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hammalaringizga xayrli kech. Assalomu alaykum Mahmud aka. Mahmud aka, avvalambor uzr so'raymiz bezovta qilganimiz uchun. Biz Oqtosh yo'llari tabrik jamoasi farzandlaringizning talab va istaklariga binoan tavallud kuningiz bilan tabriklar xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Mahmud aka, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Alloh bergan umrni chiroyli, mazmunli o'tkazish nasib aylasin. Yuzingizdan go'zal tabassum, go'zal chehra hech qachon tark etmasin. Hamisha shu sizni yaxshi ko'radigan farzandlaringizni e'tiborida, e'tirofida, ardog'ida berishdi. Alloh nasib aylasin. Mahmud aka, farzandlaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Shu kelishda gaplashdik, dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Balki bizlar farzandlar ichida eng yaxshi farzand demagandirmiz, lekin dadajonimiz bizlar uchun eng yaxshi ota. Bizlarni shu kunlarga, shu darajaga yetishimizga dadajonimizning qilgan duolari sabab, bergan tarbiyalari sabab shu kunlarga yetdik. Bugun dadajonimizning tavallud kunlari. Eng yaxshi she'rlar, eng yaxshi tabriklar bilan tabriklab berasiz edi. Ruxsat bersangiz, farzandlaringiz nomidan siz jo'ntalgan ikki qator chiroyli rizqori bor, farzandlaringiz nomidan o'qib beraman. Mayliga kamlarim to'lmasa to'lmas, qalbda ozor guli so'lmasa so'lmas, oltindan saroyim bo'lmasa bo'lmas. Siz borsiz boylarning boyiman ota, kimga vafo qildi dunyoning moli, bir kun cho'kib ketar umrining soli, axir yashayapman armondan xoli. Siz borsiz boylarning boyiman ota, tog'dek saroylari pulga to'lganlar, lekin baxt topolmay hayron bo'lganlar, mayli boy demasin meni ko'rganlar. Siz borsiz boylarning boyiman ota, bir kun duoyingiz kamim to'ldirar, bo'lmagan ishimni albat bo'ldirar, noshukr bo'lmoqlik dilni so'ndirar. Siz borsiz boylarning boyiman ota deb tabriklab berdi. Shunday ajoyib dilsizlar tabriklari yozib bergan, shunday ajoyib tadbirlar tashrif qilgan farzandlaringiz baxtiga salomat bo'ling. Mahmud aka, farzandlaringiz, yaqinlaringiz, dadajonimizni xursand qilamiz deb ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ygan. Qani agar mehmonlardan so'raymiz, baland qasalar chalib tursa, sovg'alarni tashib o'shamiz. Marhamat, avtomobil sovg'asi qasalar chalib qo'yamiz. Qasalar chalamiz, vallah qani. Nasıl için var bu